Qurbon hayitga 1000 so'm aksiyasi okalar. 1000 so'm aksiyasi nimaga unaqa deydigan bo'lsanglar, qaranglar. Bugungi sana 17-may bo'ladi. Mana shu kolbasamizni bir donasini 70 ming so'mdan sotardik. 66 ming so'mdan qilib beramiz. 66 ming so'mdan bir donasini okalar. Faqat buni o'zi emas, mana tim sosiskasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Xo'p, buni narxini sizlarga 43 ming so'mdan qilib beramiz. 1 kilosini xolisinglar, yarim kilo olinglar, xolisinglar 200 gram. Xullas, cheklanmagan. 43 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, Svaliyani ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. 126 ming so'mdan qilib beramiz. 126 ming so'mdan, xudo xolisa, ashur. Xo'p, bunisini okalar ko'pchilik biladi. 88 ming so'mdan bu sirimizni qilib beramiz. 88 ming so'mdan. Menimcha bunaqa narxlar yo'q. Xo'p, Hanski sirimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Hanski sir bo'ladi. Buni nech pul qilib beramiz? 61 ming so'mdan qilib beramiz. Okalar, kenajonlar. 17-may kuni xudo xolasa, okalar, Chilonzor, Iloliy ota masjiddan alohida chiqamiz. 17-maydan 26-maygacha xudo xolasa shu aksiyalarimizni qilib beramiz. Aytgancha, yangi sirlarimizdan kelgan, ko'rishingiz mumkin. Ikkitasi 40 ming so'm. Ikkitasi 40 ming so'mdan xudo xolasa, bunisini tvorojnilarimiz bo'ladi. Xudo xolasa, ikkitasi 28 ming so'mdan. Bemalol kelib, xaridni amalga oshirsanglar bo'ladi. Bu aksiyamiz butun O'zbekiston uchun xudo xolasa foydali, Toshkent uchun. Bemalol kelib, Chilonzor, Iloliy ota masjidini shunday ro'parasidan xudo xolasa xarid qilsanglar bo'ladi. Murojaat uchun nomerlar bor, lokatsiyalar ham bor okalar. Kelib, xaridni amalga oshirsanglar xursand bo'lamiz. Kommentariyada keyingi safar nimani skidka qilaylik, xudo xolasa yozib ketsanglar xursand bo'lamiz. Charchamanglar, masalani.